qayerdan keldingiz aka? Samarqanddan. Samarqand Pastdarg'om viloyatidan. Pastdarg'om Ha. Aka, Drabilkani ko'rdingiz, ishlatib berdik, xudo xolasa. Ma'qul keldimi aka? Inshaalloh, yaxshi, ha, zakonni. Reklamalarni ko'rib keldingiz, narx-navosidan. Reklamani YouTube ko'rib kelyapman. Ha, gap yo'q aka. Akalarimiz hop 1 2 3 4 ta o'g'rini ham olishdi. O'sha bitta Drabilkasi bilan. Yana bitta nima qilaylik? Yo'q, berim. Mana to'xta mana uni. Qo'ydi ham. Bizgami? Hay, bosib. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, do'stlar, kanalimiz a'zolari. Bitta Drabilkamiz yana egalari o'zlari kelishib olib ketishdi. Narxlarini joylashtirib, yo'llari bilan qilib berdik. Mana, qarang, altarang mana. Akalarimiz Pastdarg'om tumanidan ekan, Samarqand viloyati. Mana aka, qayerdan keldingiz aka? Samarqanddan. Samarqand Pastdarg'om viloyatidan. Pastdarg'om. Ha. Aka, Drabilkani ko'rdingiz, ishlatib berdik, xudo xolasa. Ma'qul keldimi aka? Inshaalloh, yaxshi, ha, zakonni. Reklamalarni ko'rib keldingiz, narx-navosidan. Reklamani YouTube ko'rib kelyapman. Ha, gap yo'q aka. Qalay axir, ma'qulmi aka, odamlarga tavsiya qilasizmi? Odamlarga tavsiya qilaman. Kelsin, mana men ortdim bitta, yana bir 2-3 kundan keyin yana bittaga olib ketaman, nasib bo'lsa. Xudo xolasa, bu akamiz ham ishqiboz bo'lib turibdi, faqat 2-3 kundan keyin kelaman dedi. 4-5 ta oxir ham oldim. Hozir 5-6 ta qo'ylarga oxir oldim. Ha, akalar ham bir 5 zakonni reklama orqali kelsalaringiz chotki qilib beryapti akalar. Gap yo'q akalar. Kelishtirib beryapti narxni. Narx-navolar kelishtirib beryapti. Bu akalar ham o'zlariga o'xshagan odam, akalar tortinmay, uyalmay kelaverasizlar, xudo xolasa, narxlarni o'xshatib chiqarib beramiz aka. Salomat bo'lasizlar hammaga. Rahmat. Gap yo'q aka.